Assalomu alaykum. Parranda qiziqadigan aka-ukalar, Parranda dunyosi kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Shu parrandachilik sohasida qanday xatolik qilmaslik kerak, shu haqida bir video o'qimoqchiman. Mana keldik. Bugungi holatimiz mana ikkita cho'jamiz o'g'onab, qandaydir bittasi ilm darajasiga ham kelgan mana. Bir ikki zotli parrandamiz cho'jasi mana o'lgan. Bu nima uchun o'lgan degan aka-ukalarga jicha e'tiborsizlik qildik biz. Shu parrandamizni boshida lasotda vaksinasi bilan raqamadik. Birinchidan keyin qorin og'rig'i dori bermadik. Oldindan qorin og'rig'i dori bermadik. O'shaning uchun hozir mana jo'jamiz anchagina jo'jamiz bor edi, bir 40 litrcha jo'ja bor edi. Bu yerda nechta qoldi xudo biladi. 25 ta qo'yganmi, 30 ta qo'yganmi. Mana ko'p o'lib ketdi. Rosa ko'plari mana anaqa mana bu yerda bittasi o'lib yotibdi. Shu obunachilar jo'ja boqayotganda shu dori vaksinalarini paytida qilishdi, vaqtida berishlikni unutmanglar aka. Hurmatli kuzatuvchilar. Keyin anaqa kanalimizga podpiska tashlamayapsizlar. Kuzatib borish uchun podpiska tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa bundanda yaxshi videolarni qilib olamiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringga rahmat.